yoqamiz. Prezentatsiyani boshlab turamiz. Keyin qolganlarga o'sha videoni jo'natib qo'yaveramiz keyinchalik. Prezentatsiyamiz ko'rindimi? Ko'rindi. Ko'rindi. Hop, demak, ikkinchi ma'ruzamiz ekan. Ikkinchi ma'ruzani boshlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarining asoslari. Hop, keling o'sha asoslarni ko'rib o'tamiz va bu ma'ruzada quyidagicha reja berilib o'tilgan ekan. Ya'ni tarmoqning dasturiy ta'minoti, ma'lumotlarni aloqa liniyalari orqali kanallar o'sha orqali uzatish, kanallar va paketlar kommutatsiyasi. Demak, shu ko'rinishdagi ma'lumotlarni hozir sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, undan oldin birinchi o'rinda ko'rishimiz kerak bo'ladi, tarmoq dasturiy ta'minoti nima? Bu kompyuter tarmoqlari orqali ma'lumot almashish, boshqarish va tarmoq resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydigan dasturlar va operatsion tizimlar to'plamidir. Oddiy qilib aytganda, o'sha tarmoq bilan ishlashni ta'minlab berib turuvchi dasturlarimiz va operatsion tizim. Ya'ni operatsion tizim bilasizlar, o'zi tarmoq bilan ishlaydigan, server bilan ishlaydigan o'zini alohida operatsion tizimi bo'ladi. Misol uchun o'sha Windows deb ko'rgan bo'lsanglar, Windows Server yoki boshqa bo'lsa Linuxda ham, Macintoshda ham o'zini biri bo'ladi. Yoki yana dastur tomonidan ko'rib o'tadigan bo'lsak, bilasizlar, dasturlarni ham o'zini o'sha tarmoq bilan ishlashni ta'minlab berib turuvchi dasturlarimizni o'zi ham mavjud bo'ladi. Hozir bir daqiqa. Xo'p, demak, slaydimizning davomida, ya'ni tarmoq operatsion tizimi haqida ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni oddiy qilib aytganda, mana chap tomonda rasmda ko'rsatilganki, mahalliy resurslarni boshqarish vositasi sifatida. Ya'ni tarmoq vositalari o'z jihatda ikkiga bo'lingan. Ya'ni server qismi hamda mijoz qismi. Ya'ni server qismi deyilganda o'sha ma'lumotni jo'natuvchi, mijoz ma'lumotlarni qabul qiluvchi sifatida ko'radi va u albatta u kommunikatsion vositalar orqali bu narsa amalga oshiriladi. Tarmoq operatsion tizimi bu kompyuterning maxsus dasturiy ta'minoti bo'lib, u nafaqat o'z ichidagi fayllar va dasturlarni boshqaradi, balki tarmoqdagi boshqa kompyuterlar bilan bog'lanish va ularni resurslaridan foydalanish imkoniyatini ham beradi. Xo'p, tarmoq operatsion tizimini asosiy xususiyatlari. Birinchisi, resurslarni taqsimlash. Ya'ni tarmoqdagi kompyuterlar o'zaro ma'lumotlar, printer va boshqa qurilmalardan foydalanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni boyagi print server degan xizmat nazarda tutilgan. Tarmoq xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilar uchun autentifikatsiya va ruxsatlarni boshqarish imkonini beradi. Ya'ni birinchi o'rinda o'sha server kompyuter deymiz-ku, xavfsizlikni chorasini ko'radi, ya'ni firewall o'rnatilgan bo'ladi va hokazo. Yoki o'sha identifikatsiya imkoniyatlarini berib, ya'ni resursdan yoki tarmoqdan foydalanish imkoniyatini saralab beradi desak ham bo'ladi. Keyingisi ma'lumotlar uzatish va sinxronizatsiya. Ya'ni tarmoq bo'ylab axborot almashuvini boshqaradi. Uzoqdan boshqarish imkoniyati server va mijoz kompyuterlar ustidan nazoratni ta'minlaydi. Xo'p, tarmoq operatsion tizimi yana davom etamiz. Ya'ni foydalanuvchilar va ilovalar uchun tarmoq xizmatlarini ta'minlaydi. Masalan, fayl almashish, printerlarga kirish, elektron pochta xizmati. Albatta bular o'sha tarmoq orqali amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi xizmatlar operatsion tizimga o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, fayl almashish, boshqalari esa, ya'ni o'sha fayl o'rnatilgan mumkin va boshqalari esa alohida dastur sifatida mavjud bo'ladi. Ya'ni bu joyda web brauzerlar nazarda tutiladi.
Kommunikatsion vositalar xabarlarni jo'natish va qabul qilish uchun apparat va dasturiy ta'minotni boshqaradi. Va uchinchisida asosiy funksiyalari xabarlarni yaratish va bo'laklarga ajratish. Ya'ni bu holatda paketlar va kadrlar shaklida amalga oshiriladi. Xo'p, kompyuter nomlarini IP manzillarga aylantirish, yo'qolgan ma'lumotlarni qayta uzatish, murakkab tarmoqlarda marshrutni aniqlash. Xo'p, kompyuter nomlarini IP manzillarga aylantirish deganda bilasizlar, tarmoqda IP kompyuterlarni manzili IP manzili bilan belgilandi. Ya'ni ma'lumotlar barchasi, ya'ni paketlar ayni o'sha IP manzillar bo'yicha ertalikka o'zaro ma'lumot almashinish bo'ladi. Xo'p, tarmoq asosiy vazifalari nimalardan iboratligini manimcha ko'rdik. Xo'p, tarmoq operatsion tizimlarining turlari deyilgan, ya'ni bir rangli peer-to-peer tizimlar. Bunday tarmoqlar har bir kompyuter boshqa qurilmalar va resurslarni bo'lishini mumkin bo'ladi. Va ikkinchisi mijoz server tizimlari, ya'ni maxsus server mavjud bo'lib, barcha resurslarni markazlashtirilgan holda boshqarishi mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bu joyda nimalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Ya'ni tarmoq resurslarini boshqarish, foydalanuvchilarni boshqarish, tarmoq ulanishini boshqarish, xavfsizligini ta'minlash va hokazo. Ne unaqa qoldi, hozir bitta to'g'irlab olamiz, kelinglar shu. Mashq holati ko'rinyaptimi sizlarga? Tushunarli bo'lyaptimi? Deb mayda emasmi? Yo'q, ko'rinmayapti. Endi qolganlar bilmayman, men kompyuterdan ko'ryapman, o'sha menga ko'rinyapti yaxshi. Telefondagilar aytib yuboringlar, ko'rinyaptimi? Telefonda ham normal ko'raman. Yaxshi ko'rinyapti, domla, yaxshi. Bunaqada nimagadir shu ozgina shriftda bir-biri bilan tortishuv bo'lib qoldi. Xo'p, tarmoq ilovalari. Bu tarmoqqa ulangan kompyuterlarda ishlaydigan dasturlar bo'lib, ular tarmoq xizmatlaridan foydalanadi va axborot almashinuvini amalga oshiriladi deyilyapti. Ya'ni bu joyda mana birinchi misol keltirilgan, ya'ni lokal, mahalliy tarmoqdagi ilovalar. Ya'ni butunlay bitta kompyuterda ishlaydi va faqat lokal resurslardan foydalanadi. Tarmoqqa ehtiyoj sezmaydi va mustaqil ishlashi mumkin bo'ladi. Va uchinchisi, masalan, matn muharrirlari, kalkulyator va grafik dasturlar holatida ham bo'lishi, ya'ni ulanishni ta'minlab berishi ham mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, markazlashtirilgan serverga bog'liq ilovalar. Ya'ni ilova bitta kompyuterdan ishga tushiriladi, lekin tarmoqdagi boshqa kompyuterlarning resurslaridan foydalanadi. Misol, mijoz kompyuterning fayllarini tarmoqdagi fayl serverdan oladi. Natijalar bosmaga yuborilib, tarmoq printerdan chop etiladi. Hop, bu joyda fayl server va print server nazarda tutilyapti. Ya'ni fayl server deyilganda ma'lumotni o'zini kompyuterning xotirasiga joylash emas, ya'ni server kompyuterning xotirasidagi o'sha xartaga deymizmi, o'shanga joylash nazarda tutilgan bo'ladi. Xuddi bulutliga qisman o'xshashib ketadi. Bunday ilovalar tarmoq xizmatlari va transport protokollariga bog'liq. Va uchinchisi ko'rsatilganki, taqsimlangan, ya'ni tarqalgan tarmoq ilovalari. Ilovaning bir necha qismi turli kompyuterlarda bajariladi. Har bir qism o'ziga yuklangan vazifani bajaradi va boshqa qismlar bilan bog'lanadi. Tarmoq xizmatlari va transport protokollari yordamida muloqot qiladi. Misol sifatida esa mijoz kompyuterlarida foydalanuvchining interfeysini ishlaydi. Xo'p, esinglarda bo'lsa, kechagi ma'ruzada birinchi bo'lib eslagan edik tarixi. Ya'ni kompyuter tarmog'ining o'zi vazifasi nima edi desak, haligi EVM o'zini o'zaro birgalikda ishlashi, ya'ni bitta masala berilganda bo'lib ishlagan holatda o'sha masalani natijasini chiqarishi degan fikrga bir ozgina fikr yuritgandik. Xuddi o'sha narsani misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ma'lumotlarni aloqa liniyalari orqali uzatish. Xo'p, ma'lumotlarni o'zi tarmoqlarimni ko'rganimiz ikki xil turi bo'ladi. Ya'ni simli va simsiz ko'rinishda bo'lishi mumkin bo'ladi. Va meni tushunishimcha bu joyda ya'ni liniyalar, ya'ni kanallar orqali, ya'ni simli orqali uzatishni ko'rsatib o'tilgan. Axborot uzatish jarayoni kompyuter tarmoqlarining asosiy vazifalaridan biridir. Ma'lumotlarning uzatishning sifatli va tezligi tarmoq samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.
ikki kompyuter o'rtasida axborot almashinuvi aloqa liniyalari orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda signalni kodlash, sinxronizatsiya va ishonchlilikni ta'minlash muhim rol o'ynaydi. Hop, mana xuddi o'sha narsani o'sha slaydimizni pastki qismida bir algoritm sifatida ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni aloqa liniyalarini o'rnatish, ya'ni kompyuterlar o'rtasida aloqa liniyalarini o'rnatish nazarda tutiladi. Keyingisida signallarni samarali uzatish uchun kodlash, signallarning to'g'ri vaqtlashuvini ta'minlash, ya'ni sinxronizatsiya qilish hamda ishonchlilikni ta'minlash, ya'ni signalning uzluksiz va ishonchli bo'lishini nazarda tutiladi. Hop, ana endi bevosita kodlash va signallarni uzatishni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Kompyuterlar ma'lumotlarni ikkilik shaklda qayta ishlaydi, lekin u ma'lumotlar aloqa liniyalari orqali to'g'ridan-to'g'ri uzatib bo'lmaydi. Shu sababli ma'lumotlarni elektr yoki optik signallarga aylantirish kerak bo'ladi. Bunga kodlash deyiladi. Kodlash endi bilamiz, o'tganmiz u narsani. Va kodlash bir necha xil usullar ko'rsatilgan. Ya'ni birinchisi potensial kodlash. Bu usulda ma'lumotni uzatish uchun turli kuchlanish darajalari qo'llaniladi. U yuqori sifatli aloqa kanallarida samarali bo'lib, uzatilayotgan ma'lumotlarni aniqligini saqlaydi. Ikkinchisi impuls kodlash. Bunda har bir qutbli signallar orqali axborot uzatiladi. Ushbu usul faqat shovqinsiz va sifatli aloqa kanallarida ishlaydi. Aks holda signal buzilishi mumkin bo'ladi. Va uchinchisi esa modulyatsiya. Ya'ni ba'zan aloqa kanallari ma'lumotlarni bevosita impuls yoki potensial signal shaklida uzata olmaydi. Bunday hollarda modulyatsiya ishlatiladi. Ya'ni modulator, demodulator deb yuritilardi, agar eslasanglar. Ma'lumotlar sinusoidal signallar orqali kodlanadi. Telefon liniyalari kabi past sifatli aloqa kanallarida qo'llaniladi hamda analog signallar raqamli shaklga o'girilgach, kompyuter ularni qayta ishlay oladi. Xuddi o'sha mana o'sha 3 xil kodlashni mana chap tomonda o'sha suratda, ya'ni o'sha rasmda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni potensial kodlash qanaqa ko'rinishda amalga oshiriladi, impuls kodlash hamda modulyatsiyali kodlash. O'zi biz o'qiganimizda ko'pincha o'rgatilardiki, telefon liniyalaridan kelayotgan signallar ko'pincha o'sha modulyatsiya orqali amalga oshiriladi. Ya'ni modulator, demodulator degan qurilma sifatida ishlanardi, ya'ni raqamliga o'giradi yoki raqamlidan, ya'ni o'sha signal ko'rinishiga uzatib berishi, foydalanishi mumkin bo'ladi. Xo'p, aloqa liniyalarining xususiyatlari deyilibdi. Ya'ni tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatishda ichki kompyuter liniyalari va tashqi aloqa liniyalari mavjud bo'ladi. Ya'ni ichki kompyuter liniyalari qisqa masofalarda ishlaydi va signal sifati yuqori bo'ladi. Tashqi aloqa liniyalari esa uzoq masofada mo'ljallangan bo'lib, elektromagnit shovqinlar ta'sirida signal sifatini pasayishi olib kelishi mumkin. Shu sababli ma'lumotlarni uzatishda signalni kuchaytirish yoki qayta ishlash zarur bo'ladi. Xo'p, signalni kuchaytirish uchun qaysi qurilmadan foydalanardik? Korxonalarda ham bor hozir. Odamlar uyga ham o'rnatyapti. Kim eslay oladi? Adashmasam qo'shimcha modemlar olib turib, shu orqali kuchaytirsa bo'lsa kerak. Repeater degan atamani eshitganmisizlar? Usmonalar, eshitganmisiz? Репитер это усилитель Nimaga? сигнала. Усилитель сигнала, да, Wi-Fi, по-моему? Да, Да. такие продавались, как-то были в моде. Сейчас, по-моему, тоже есть. Я давно не видел их. Наверное, есть, раз оно было. Qaranglar, mana repeater degan qurilmamiz bor. Ya'ni kechagi ma'ruzada ham gaplashuvdik, bugun ham hozir mana ozgina eslab o'tdik. Ma'lumot uzatilgan sari, ya'ni kanal orqali bo'ladimi, o'sha simli bog'lanish bo'ladimi, simsiz bog'lanish bo'ladimi, masofa uzunlashgan sari, ya'ni kattalashgan sari signal so'nib boraveradi. Repeater degan qurilmamiz bor. Ya'ni o'sha signalni
ya'ni so'nib kelayotgan signalni kuchaytirib, ya'ni kuchaytirib yana yo'lida o'sha kerakli masofasida davom ettirishi mumkin bo'ladi. Bu hozirgi mana aytib o'tganimizdek tashqi aloqa liniyalarida ko'pincha foydalanishi mumkin. Hop, ana endi sinxronizatsiya muammosi bor ekan. Ya'ni sinxronizatsiyada kompyuter ichida barcha modullar bitta umumiy takt generatori yordamida sinxron ishlaydi. Biroq tarmoq orqali axborot uzatilayotganda sinxronizatsiyani saqlash qiyinlashadi. Sinxronizatsiya quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni birinchisi, maxsus sinxron impulslar yordamida signal sinxronlashtiriladi yoki oldindan kechirilgan kodlash usuli yoki signal shakllari orqali muvofiqlik ta'minlanadi. Xo'p, ma'lumotlarni uzatishda ishonchlilik. Tarmoq orqali ma'lumot uzatilayotganda signal buzilishi natijasida ayrim bitlar noto'g'ri qabul qilinishi mumkin. Bunday xatoliklarni oldini olish uchun maxsus ishonchlikni oshirish usullari qo'llaniladi. Ya'ni asosiy ikkita usul ko'rsatilgan. Ya'ni bular nazorat yig'indisini hisoblash, uzatilayotgan ma'lumotga maxsus nazorat summasi qo'shilib, qabul qilingandan so'ng tekshiriladi. Yoki ikkinchisi kvitansiya signallari. Har bir qabul qilingan ma'lumot qabul qiluvchi tomonidan tasdiqlanadi. Agar tasdiq olmasa, demak ma'lumot qayta uzatiladi. Xo'p, signal uzatish usullari, ya'ni odatda bilamiz, ya'ni parallel uzatish hamda ketma-ket uzatish mumkin bo'ladi. Kompyuter ichida barcha bitlar bir vaqtning o'zida uzatiladi. Buning uchun ko'p simlar talab qilinadi. Bu esa narxni oshishiga olib keladi. Bu bizda parallel uzatish bo'ladi. Ana endi agar ketma-ket uzatish bo'lgan bo'lsa, ma'lumotlar bitma-bit uzatiladi, ya'ni har bir bit alohida uzatiladi. Ikkita sim, ya'ni yetarli bo'ladi. Bu esa aloqa liniyalarini tannarxini pasaytiradi. Global tarmoqlarda keng qo'llaniladi, chunki uzoq masofada uzatish uchun mos keladi. Demak, qaraganimizda parallel nisbatan ko'p resurs talab qilinar ekan va foydalanish birmuncha qiyinroq. Ketma-ket uzatish esa kam resurs talab qilib, undan foydalanish nisbatan osonroq bo'lar ekan. Xo'p, fizik kanallarning xususiyatlari. Xo'p, tarmoq orqali axborot almashuvini sifatli fizik kanallarning xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Bu kanallar o'tkazish qobiliyati, ya'ni yuklamani qabul qilish qobiliyati va ma'lumotlarning uzatilishining yo'nalishiga qarab turlarga bo'linadi. Ya'ni yuklama deyilganda, ya'ni bu foydalanuvchilarning dasturlari tomonidan tarmoqqa yuboriladigan ma'lumotlar oqimi bo'lib, ya'ni o'sha bit sekundda o'lchanadi. Uning hajmi tarmoqning fizik imkoniyatlariga mustaqil bo'lishi mumkin, ya'ni teng bo'lishi kerak nazarda tutiladi. O'tkazish qobiliyati, ya'ni kanalni maksimal ma'lumot uzatish tezligi sifatida belgilanadi. Ya'ni tarmoq texnologiyalar va kodlash usullariga bog'liq. Ya'ni bu narsani oddiy qilib aytganimizda, o'sha liniyadan, o'sha joydan 1 sekund vaqt davomida qancha ma'lumot o'tilayotganligini ko'rsatib beradi. Ya'ni agar misol Ethernet sifatida ko'rgan bo'lsak, 10 megabit sekundigacha, fast Ethernet bo'ladigan bo'lsa 100 megabit sekundgacha, gigabit Ethernet bo'ladigan bo'lsa, demak 1000 megabit sekundigacha narsa bo'lishi mumkin. Xo'p, ma'lumotlar uzatish yo'nalishiga qarab fizik kanallarga bo'linar ekan. Ya'ni ular duplex kanallar, ma'lumotlar ikki yo'nalishda bir vaqtning o'zida uzatiladi. Alohida kanallar yoki bitta kanal ichida ajratilgan chastotalardan foydalanadi. Yarim duplex kanal esa axborot navbatma-navbat ikkala yo'nalishda uzatiladi va bir vaqtning o'zida bitta yo'nalishda ishlaydi. Va uchinchisi bor ekan, ya'ni simplex kanal. Ma'lumotlar faqat bitta yo'nalishda uzatiladi, ko'pincha dublikat sifatida duplex kanali tarkibiga kiradi. Xo'p, ana endi keyingi slaydimizda ko'rsatilganki, bir nechta kompyuterlar o'rtasidagi aloqa muammolari. Ya'ni nimalardan tashkil topgan bo'ladi. Tarmoqdagi kompyuterlar soni ortgan sari ular o'rtasidagi aloqa murakkablashadi. Bir nechta kompyuterlarning samarali ishlashi uchun to'g'ri topologiya tanlash, xatoliklarning oldini olinishi va tarmoqlarning samarali
boshqarilishi kerak. Hop, tarmoq topologiyasini murakkabligi deyilgan, ya'ni albatta topologiya bu joyda juda katta rol o'ynaydi. Tarmoq topologiyasi bu kompyuterlarning qanday ulanishini ifodalovchi sxema. Ya'ni kompyuterlar soni oshgan sari ularni samarali ishlashi bilan bog'liq bo'lgan muammolar paydo bo'ladi. Misol, 3 ta kompyuter 2 xil va 4 ta kompyuter esa 6 xil variant bilan bog'lanishi mumkin. Yechimi esa tarmoqqa yangi kompyuterlarni qo'shishda optimal topologiyalarni tanlash kerak bo'ladi. Albatta, bu holatda ulashimizda xatoliklar va yo'qotishlar ham mustasno emas. Bo'ldi. Xo'p, xatoliklar va yo'qotishlar tarmoqdagi signal sifati buzilish ma'lumotlarni noto'g'ri qabul qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Sababi elektromagnit shovqinlar, paketlarning yo'qolishi, tarmoq qurilmalaridagi nosozliklar. Yechim signal kuchaytirgich paketlarni qayta uzatish mexanizmlaridan foydalanish. Elektromagnit shovqinlar degani o'sha elektromagnit nurlar orqali u narsa qarshilik qilishi mumkin. Paketlarni yo'qolishi, ya'ni o'sha kolliziya bo'lishi mumkin. Paketlar o'zaro bir-biriga ulangan holatda, ya'ni bir-biriga urilgan holatda yo'q bo'lishi mumkin bo'ladi, hamda tarmoqdagi boshqa nosozliklar. Xo'p, uning uchun signalni kuchaytirish, paketlarni qayta uzatish mexanizmidan foydalanish kerak bo'ladi. Xo'p, o'tkazish qobiliyati va tarmoq yuklamasi. Ko'p kompyuterlar bir vaqtning o'zida tarmoqdan foydalanishga harakat qilganda tarmoq tirband bo'lishi mumkin. Tarmoqni yuklamasini kamaytirish usullari bu tarmoq trafigini samarali boshqarish hamda qo'shimcha kanallarni yaratish kerak bo'ladi. Bu narsani bitta misol bilan biz ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, o'sha ma'lumotni jo'natish vaqtidagi internetda sekinlashib borishini misol qilib aytishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, agar mayli desanglar, darsni shu joyda to'xtatib turamiz, chunki vaqtimiz bo'pti. Sizlar ham 5-10 minut tanaffus qilishinglarga vaqt ajrataylikda, hali yana 3 para darsinglar bo'lishi kerak bo'ladi. Rahmat ustoz. Hozir bugungi va kechagi videolarni ham tashlab qo'yaman va kechagi birinchi ma'ruzani ham Telegram kanaliga jo'natib qo'yaman. O'sha joydan bemalol olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bugungi ma'ruza bo'yicha savollaringiz bormi menga? Да, savollar bor, как обычно. Да. Вот в начале, по-моему, или где-то ближе к середине лекции, там был термин P2P. Вот немного об этом хотелось. Peer-to-peer? Да, peer-to-peer. Я так понимаю, если я не ошибаюсь, что вот эту технологию peer-to-peer на биржах при продаже валюты используют, или я ошибаюсь? Не-не-не, это как подключение здесь идет. Это для, как правильно сказать, биржи никакого роли там нету. Я сейчас не могу найти, где это у нас было. Или это у нас было на той лекции? Нет, на этой лекции вот только что показывали. А вот продажа, криптовалют, операция с криптовалютами, там есть такой вот термин P, и 2 стоит, и еще одна P. Вот это с этим не связано? Вот смотрите, вот здесь написано одноранговые системы. Это когда вот каждый компьютер может, как правильно сказать, делиться своими ресурсами с другими пользователями. Вот когда мой компьютер без может... сервера. То есть да, без сервера. Без сервера. Да, вот так получается, что вы со своего компьютера можете обратиться к моему компьютеру, не вмешивая сервер. И, как правильно сказать, можете пользоваться моей информацией. Понятно. Это непосредственно 2 компьютера между собой соединяются.
Может быть, все-таки есть, да, какая-то связь вот с этим термином P2P продажи или P2P, как это, Ну, сделки? это надо будет как-то посмотреть тогда. Хорошо, да. У Я, вас я вот сейчас сам видно уточню тогда. презентация? Да, видно, видно. Да, вот здесь, видите, смотрите, здесь написано, har bir kompyuter boshqa qurilmalar bilan resurslarni bo'lishi mumkin. Это так, Мгм. если дословно перевести, обозначает, что каждый компьютер может разделить, или, так говоря, дать добро для пользования своими ресурсами другим компьютерам. Понятно. Это значит, как бы не вот эта как схема, когда звездочка, да, одни, а как бы последовательная, так получается? Да, когда вот только два компьютера. Ага. Это не обращаясь к самому серверу. А снизу, вот Мгм. когда под номером 2, там написано Мгм. «Мджос сервер». Это уже идет Мгм. через сервер. Через сервер они общаются. Да. Мгм. То есть Ну, сервер обязательно вот в этой второй схеме, он обязательно присутствует. да. Понятно. Напрямую они вот по второй схеме, по второму виду, они не могут напрямую между собой, только через сервер. Да, они как-то обход они идут. Мгм. Понятно. Ну, я все-таки думаю, я этот вопрос еще посмотрю, потому что вот это P2P, вот что-то смысл вот с этим есть связано, что как бы два продавец-покупатель без посредника как бы продают друг другу. Да? И, по-моему, это эти связаны эти понятия. Да, Да, примерно так и спасибо. идет. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам. Мгм. Savollar bormi yana o'rta talabalar? Yo'q, rahmat kattakon. Rahmat. Hop, vaqt ajratganingiz uchun, eshitganingiz uchun rahmat. Ertaga ko'rishamiz sizlar bilan yana Xudo xohlasa. Xudo quvvat bersin.